Assalomu alaykum barchaga. Yana bir xushxabar. Noqonuniy jarima qarori sud tomonidan bekor qilindi. Holat qanday sodir bo'ldi? Ya'ni bizning yaqin bir tanishimizga nisbatan suv xodimlari uyga boradi va ko'rikdan o'tkazib ketishadi. Bir haftadan so'ng unga jarima qo'llash to'g'risidagi qaror keladi, ya'ni suvdan foydalanish tartibini buzganlik haqida. Lekin bu haqda na dalolatnoma rasmiylashtirilgan, na fuqaro unda qatnashgan, na ish ko'rib chiqilib qaror qabul qilingan. Ya'ni birortasi sodir bo'lmagan. Bu ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda demak bu tartib belgilab qo'yilgan. Ya'ni fuqaroning ishtirokida amalga oshirilishi kerak. Ya'ni o'zi ushbu holat bo'lganmi yo'qmi, demak ko'rib chiqilishi kerak edi. Demak, mana shunday holat sodir bo'lmasdan to'g'ridan-to'g'ri fuqaroga nisbatan noqonuniy jarima rasmiylashtirilgan. Biz ushbu qarorni bekor qilish yuzasidan ariza loyihasini tayyorlab berdik va fuqaro tomonidan Qashqadaryo viloyati Qamash tuman jinoyat sudiga ariza kiritildi. Va sudya tomonidan ko'rib chiqilib, ushbu qaror noqonuniy deb hisoblandi va qaror bekor qilindi. Demak, mana shunday sizga nisbatan ham asossiz va adolatsiz jarima qo'llangan bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Biz sizga yordam berishga tayyormiz.